Bu ko'rib turgan 20 kishilik stol stullarimiz Andijon shahriga tayyorlangan. Xon taxtasi razmeri 640 ga 120. Stullari o'yma posonda ishlangan, realistik posonda, oldi ko'rinishlari o'yma posonda, oyoqlari ham yong'oq yog'ochga o'rta o'yib tayyorlangan. Sidinasiga 12 sm machalka qo'yib, jakarda materiallar bilan qoplangan, oldi ko'rinishlari kuyma posonda ishlangan. Stulimiz orqa ko'rinishlari pardalarga moslab toshlarni ilib qo'yganmiz. Bu komplektimiz Andijon shahriga 25 million so'mga tayyorlangan. 25 millionga arziydimi yoki arzimaydimi o'zinglar bir qator fikrlar kommentariyada qoldirib o'tib bu video sizlarga ko'rinib qolsa, kimgadir yaxshilik qilish xohlasanglar, do'stlar davrasiga bo'lmasa qarindoshlarni gruppasiga tashlab qo'yasizlar. Kimgadir mashaqqa mebellarimizda taklif zakazlar bo'lsa, bemalol telefon raqamlaringizni ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda istalgan viloyatlarga dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Qo'shni Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha, Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Qorasuv shaharlariga kelishilgan holda dostavka xizmatlarini qilib beramiz. Andijon viloyati, Andijon shahriga dostavkamiz bepullik. Videoni ko'rgandan keyin profilimizga tashrif buyuring. Profilimizda 500 dan ortiq mebellar to'liq video arzonlar bilan joylaganmiz. Profilimizda ham bemalol ko'rib zakaz qilaverasizlar. Telegram orqali uylar razmerini, manzillarni aytib o'tibsizlar. Dostavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol tushishi haqida batafsil ma'lumotlar berib, Telegram orqali gruppamiz silkasini tashlab beramiz.